Azizlar, onlayn darsdan tortib yarim fuqarolikgacha bu universitetimiz juda ham men yaxshi ko'rgan, mana yaqinda ham borib kelganmiz. Shu universitet haqida ozgina tushuntiring, uncha tushunishmayapti. Juda ham ko'pchilik telefon qilyapti. Onlayn dars nima narsa o'zi degan narsa bo'lyapti. Hozir bu 200 soatlik dars. Haftada 2 marta koreys ustozlar orqali bo'ladi. Soatlari ham juda ham qulay vaqtga mo'ljallangan va universitet va'da berayotgan asosiy narsa nima deganda, asosiy narsa bahorgi semestr uchun elektron viza qilib kelamiz deyapti. Ya'ni bu degani elchixonaga ham kirmasdan to'g'ridan-to'g'ri kelishlari mumkin degani. O'shaning uchun bemalol shu onlayn darsda qatnashishlari mumkin va yana bitta tarafi arzon. 600 ming won to'lanadi. 200 soatga o'zi odatda 1 million 200 ming won to'lanadi. 50% skidkada hozir. 600 ming won to'lab, demak, darsda koreys ustozlaridan o'tishadi, Koreya sistemasi bo'yicha va bitiruvchilardan imtihon o'tkazamiz Toshkentda, xudo xolasa, va shu imtihondan o'tganlarni hammasini regionalniy o'sha elektron viza bo'yicha bakalavrga olib kelinadi. Azizlar, bu menimcha bunday hisoblaganda o'zi mayda-chuyda yana chiqimlari ham bor, kitob shunaqalar bor. $600 atrofida bo'ladi. Shunday. Shuni hisobga olinglar. Endi o'shanda ham $600 ham o'sha 50% skidka degani. Shunday. Kelinglar, maza qilib o'qib, maza qilib koreys ustozlaridan dars otinglar. Yana bir narsa, 25-iyulgacha biz mo'ljallayapmiz hozir qabulni. Agar talabalar xonalar boshlanadigan bo'lsa, tezlik bilan 15 ta boshlanaveradi. Shuning uchun bemalol kechikish yo'q, bosaveringlar. Rahmat. Hammaga omad.